Hello YouTube, my name is Suhra. Today I'll show you my channel, how I create my videos and which programs I use. Bu mani kanalim hozir mana kirib YouTube studioga kirib ko'ryapmiz. Bu yerda mana nastroykasiga kirib o'zimni mana shaxsiy kanalim hammasi kontentlarimga kiraman. Har kunlik mana kontentlarimni joylab borganman. Bu yerda hozirda 90 ga yaqin kontent bor. Analitikasini ko'rish mumkin. Mana prosmotrlar 2,3 millionta prosmotr kontentlar orqasidan hammasi bor. Analitikasini 28 kunlik analitika. Monetizatsiya shartlari bajarilgan. Hozirda ikkinchi bosqichda turibdi. Endi men hozir YouTube'ga joylab borgan kontentlarimdagi videolarni qanday qilishni o'rgataman. Bu yerga ChatGPT ga kiramiz va bu yerdan rasm tanlab olib, shu rasmni ChatGPT ga menga xuddi shu rasmga o'xshash mukammal prompt tuzib ber. O'ziga o'xshab qolmasin deganman. Mana prompt tuzib berdi ingliz tilida. Buni men kopirovat qilib oldim, saqlanib. Va buni endi men Google ga kirib, Flow programmasida rasm generatsiya qilib olaman. Mana Flow ga kirdi. Endi bu yerga boya kopirovat qilganimni promptimni qo'yib, shu yerdan rasm generatsiya qilaman. Mana menga rasm generatsiya qilib berdi. Umuman boshqacha stil, boshqacha ko'rinishda. Men buni galereyaga saqlanib qilib oldim. Xuddi shunday qilib ChatGPT ga yana menga shunga o'xshash 8-9 xil rasmlar promptini tuzib ber deganman. Shunga o'xshash mana yana har xil ko'rinishdagi promptlarni tuzib berib, men generatsiya qilib boraman. Hamma promptlar uchun отдельно ishlayman. Bu yerda hammasini отдельно qilib, kopirovat qilib qo'yib, Flow'da generatsiya qilib olganman va bularning hammasini galereyaga saqlab olaman. Undan so'ng galereyadan bu rasmlarni saqlab oldim mana. Buni keyin Meta AI programmasiga, sun'iy intellekt programmasiga kirib, video generatsiya qilib olaman. Mana boya yasab olgan rasmimni hozir video ko'rinishda menga taxlab beradi Meta AI. Mana video tayyor bo'ldi. Buni yana galereyamga saqlanib qilib oldim. Mana ko'rsatib o'taman. Galereyamga saqlanib tushdi. Mana bolachalar o'ynashi zo'r, hammasi ideal, kачествоsi ham. Xuddi shunaqa mana boshqa videolarni ham shunday rasm qilib, video qilib olganman mana. Endi buni Wayne programmasida bir-biriga qo'shib mukammal bitta yaxlit video yasab olaman. 6 sekundli, 5 sekundli videolardan 4-5 minutli video taxlayman. Wayne programmasida. Mana bunga ustiga muzika joylayman. Mana muzika joylab oldim. Endi buni saqlanib qilib olaman galereyamga tushishi uchun. Bo'ldi, shunday qilib video galereyaga tushadi. Shu tartibda
kontentlarimni yarataman. Endi bu videolarimni YouTube'ga qanday yuklashni ham ko'rsatib o'taman. Mana shu boyagi video. YouTube'ga kiraman. Bu yerga videoni belgilab post joyladim. Hamma dalillarni hammaga ochiq qilib belgiladim. Описание qo'ydim, hashtaglar mukammal qilib teglar qo'yamiz. Teglar ham bo'ldi. Endi ustiga obloshka rasm tanlab, rasm ham joyladik. Tanlashni bosib, yuklashni bosamiz va avtomatik o'zi YouTube'ga yuklanadi kontentlar. Xuddi mana shu tartibda o'zim olib, o'zim kontent yaratib boraman. Mana YouTube kanalimning asosiy linki, uni saqlanib qilib, nusxalab Google'ga kiramiz hozir. Nusxaladik mana. Google'ga kirganimizda buni qo'yib poisk bersak, poiskdan mening kanalim kelib chiqadi. Mana Happy Thoughts My Channel. Bu mening kanalim. Rahmat.